Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Uzoq dasturchi YouTube. Bugungi mavzumizda transform xossasini ko'rishamiz. Atigi to'rttagina xossasini ko'rishamiz. Balki ko'payib ketishi ham mumkin. Shuning uchun qanaqa dars boshlaymiz. Xo'p, yaratgan narsani o'chirib olaman. Birgalikda yaratib ko'ramiz. Qanday shift birda bosib boshlaymiz. Bu yerda nuqta degan box deb ochamiz. H1 qilib salom deb qo'yamiz. HTML va CSS. Hop, endi refresh bersak, bu mana bizga chiqadi. Keyin shu yerdan BR kodini tashlab qo'yamiz. Buni katta tarafda CSS. Chiroyli chiqdi. Hop, endi sizlarni ochib turib, buradan building box va endi hop, ko'rish uchun nuqta boximizga biz keltiramiz 150 piksel, aytga 150 piksel. Background folder bo'lsin, yellow. Hop, endi shuni border bo'lsin, 4 piksel solid, aytaylik blue, yo'q, qora yaxshi emasamiz, black yaxshi. Endi sal dumaloq qilamiz, border radius 50 piksel. Endi shu yerga shift place aytamiz, aytamiz center, just content center yozamiz. H1 ga beramiz. Font size 10 piksel. Yana 20 piksel. Text haligi center xossasi bor. Buni markazga olib keladi, matnda o'rtaga olib kelish. Left desak, avval shu text haligini left desak, matnda mana yonga olib kelib chepga. Shuni agar right deb qo'ysak, o'ngga olib keladi. Biz shuni centerga deb qo'yamiz. Ya'ni shu vazifani matnda joylashib text haliga. Hop, endi boxni mana bu yerga olib kelish uchun nima qilamiz? Buning uchun o'tgan safar o'rgatgan videolarda bilasizlar, ya'ni display place. Endi shuni mana bu yerga olib kelish uchun bizga yana bitta xossa margin left auto, margin right auto va endi shuni margin min heightga 105 deb qo'yamiz. Bu yerga keladi. Margin top berib qo'ysak ham bo'ladi. 105 ga 15 ga qo'yamiz. Mana 45. Yaxshi, sal pasashga keladi. 35 ham. Endi bunga font familiyasini beramiz. Font sans serif. Yaxshi. Endi shunda transform xossani ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu box deyimizda birinchi o'rgangan narsamiz transform rotate. Shuni transform rotate bu degani aylantirish. Ya'ni shu bironta bir elementimizni yoki matnimizni aylantirish. Bunda 45 diagonal deydi. Mana 45 diagonalga aylandi. Agar shuni biz 90 diagonalga ham aylantirsak bo'laveradi. Shunday aylanib ketaveradi. 120 diagonal har xil ketaveradi. Xullas bu 360 diagonalgacha bo'ladi. Yani hozir mana aylanmagan o'xshaydi, lekin aslida aylangan, chunki 160 diagonal to'liq aylanadi. Xo'p, shunaqa transform rotate bu aylantirish degan ma'noni anglatadi. Transform scale degan xossasi bor. Transform
transform scale bu şu elementi kattalashtiradi. Hop, e'tibor bersanglar, mana transform metodi ishlamasdan transform scale ishladi. Sabab transform hamisha bir marta ishlatiladi. Yani bir marta shu bitta element yozda bitta transform xossasi ishlatilsa, ikkinchi marta ishlatilmaydi. İkincisi kod ishlatiladi, yani birinchisi ishlamay qoladi. Transform scale xossasi bu kattalashtirish demak ma'no beradi. Transform xossasi bor, bu qiyshaytirish, ya'ni 13 diagonalni qiyshaytirish deb qo'ysak, yana 13 diagonalni qiyshaytiradi. Hop, transform translate degan xossasimiz bor. Bu ya'ni tepa pastdan ikki yondan joylashash. Hop, 100 piksel bersak, tepa pastdan joylashadi. 100 piksel bersak, ikki yondan joylashadi. Ko'rasizlar? Shunaqa sanab o'zgaradi. Transform translate. Hop, bugungi mavzumiz transformlar haqida. Sizlar bilan o'zimiz YouTube obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan yaqinda yana ko'rishamiz.